Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarga xabaringlar bor. Mahallamizdagi har xil tadbirkorchilik faoliyatlarini yoritib ko'rsatib beramiz. Mana bugun yana yangi manzil bizda Davron Boyevichning do'konlari va hamkorlikda ochilgan Bek somsa va cho'p shashliklarni bugun sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Dilmurod aka, charchamayapsizmi? Dilmurod aka mahallamizning yosh tadbirkorlaridan hisoblanadilar. Qachon o'zi boshlangan bu faoliyatingiz? Mana do'kondan boshlab hozir ko'z tegmasdan sekin-sekin kengaytiryapsiz. Qachondan boshlangan Dilmurod aka? 2021 dan boshlangan. Do'konniki. Xudo xolisi Ulug'bek ham shu Bek somsa 2000-yildan boshlangan. Cho'p shashlikni mana xudo xolisi mana shu oydan boshladik inshaalloh. Ulug'bek akaniki deganingizda ham bu manzilda, lekin yaqinda 10 kuncha bo'ldi boshlaganlariga. Bu manzilga o'tganlar yaqinda bo'ldi. Zo'r. Dilmurod akani ko'rsatishimizdan maqsad, bularning yoshligidagi mahallamizda yoshlik ko'p. Mana shu kabi imkoniyatlarni o'zlari qilib qo'yganlaridan biz juda ham xursandmiz. Kelinglar, hozir cho'p shashlik bo'yicha akamizdan bir og'iz ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom. Charchamayapsiz? Mahallamizning guruhiga bir video qilyotgandik. Shunga bir o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, qanaqa qilib boshlandi bu tadbirkorchilik faoliyatlaringiz aka? Asmam Abdumajid. Shaqqa kelib qoldik. Bizning bilan. Mana shashlan qolmiz ko'pda. To'li. Shashliklaringizdan o'zimiz ham qiymaligidan mazasini ko'rdik. Juda ham yumshoq ekan. Ani Rafaello shikolatlarga oyizga erib ketar ekan rostdan. Mazasi zo'r aka, gap yo'q. Buni siri nimada bu shashliklaringizda? Hamma narsa sifatga bog'liq. Yaxshi mahsulotlar, sifatli mahalliy go'shtlar qilamiz. Ularga endi shuni beramiz. Mazut kelyapti. Zo'r. Narxlari qanaqa buni aka? Hop, to'liga 10 ming so'mdan. Jazli 16 ming, qiymali 13 ming so'mdan. Endi mahallamizda bilasiz, ko'pchilik qo'rida alohida shashlik ham qilishadi. Marinovkalar kerak deysa, uni ham sotasizlar? Marinovka sotasizlar. Unisi necha pullar? Marinovka to'li 80 mingdan, jazliga 170 ming, qiymali 130 ming kilosi. Qiymaga endi biz non, to'sh narsa aralashtirmaymiz. Toza, sifatli go'sht. Tetamiz, o'shaning uchun ham qimmatroq boshqa joylarga qaraganda. Voy, eshitib qoldim, agar kerak bo'lsa tog'oraga ham zakaz olaverasizlar. Ha, chiroyli qilib beramiz, mana. Yeginishni qilib. Issiqlari, shu qiladi, o'zi bilan ketadi, ulardan razı ishlatiladi. Endi chiroyli qilib beramiz. Zo'r. Kerak bo'lsa mana shu 95lik 882 13 ga murojaat qilishsin, to'g'rimi? Zo'r. Rahmat Abdumajid aka, ishlaringiz rivojini, barakasini bersin. Yuringlar o'rtoqlar, kengisini ko'rsatamiz biz. Demak, mana shu do'koningizni Dilmurod aka 2021-yilda boshlagansiz. Kichkina do'konchadan boshlanib, hozir ichida assortimentlarni ham ko'rib chiqdik, ancha kengaytirib yuborgansiz, ko'z tegmasin. Zo'r. Endi kengisi Ulug'bek akaning somsalari. Zo'r. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yangi ishlarni Xudo rivojini, barakasini bersin. Ko'rib xursand bo'ldik. Mana joylarni ham ko'rsanglar bo'ladi, juda chiroyli salqin qilib qo'yishgan ekan. Bemalol maktabda o'qiysizmi, yo pastda qurilish mollarida ishlaysizmi, gvardiyasigaida ishlaysizmi, yo'ldan o'tib ketyapsizmi? Kiravringlar, Xudo xolisa, maza qilib. Dilmurod Bek somsa. Zo'r, aka, qanaqalardan bor somsalar? Qo'y go'shti, mol go'shti. Narxlari aytish kerak. Yaxshi bo'ladi. Go'sht 12 ming, go'sht 11 ming. Zo'r. To'li 7 ming, avashnoy bor 10 mingdan, ichida siri bor. To'li avashnoy. Karchi go'sht, ya'ni mix 8 ming, karchigalik 5 ming. Yevrasini Bek somsa. Aka, mana 2000-yildan beri shu sohada ishlab kelasiz, a? Yo'q, o'zi 95-yildan beri. Bu 2020-yilga kelganman. 2020-yil kelgansiz. Da, shu. Zo'r. Endi somsani bir mazasini haqida ham qisqacha odamlarga tushuntirib berib ketaylik. Qanaqa o'zi? Yesangiz og'izda erib ketadimi? Go'shtlari qanaqa? Misol uchun hamma o'zini mahsulotini maqtaydi. Ya'ni klient o'zi kelib bu narsani yeb bilmaguncha biz misol uchun aytaveramiz, mana bunaqa. Klient o'zi mijoz o'zi kelib uni mazasini tatib ko'rgan yaxshiroq. Mening fikrim shu. Zo'r. Hozir mana orqada mijozlar ham o'tirishgan ekan, borib bir ulardan ham fikr olamiz. Tandirlarni yopib qo'yibsizlar. Bir kunda o'rtancha nechta somsa qilasizlar va nechtasi ketadi aka? Inshaalloh shu mingtagacha chiqamiz. Mingtagacha hammasi aralash. Da, shunaqa. Qo'yil, barakasini bersin. Shu odamlar somsalardan quvvat olib, yaxshi ishlarda foydalanishligi nasib qilsin. Shikoyatlar bo'lmagan. Endi shunchalik tajriba aka ekansiz, xudo zo'r bola. Yuring, mana joylarni qisqacha ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Yana yaxshimisiz? Mana ventilyatorlar, hamma idishlar, hammasi zo'r. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bir ikki og'iz mijozlarning ham fikrini olaylik.
Assalomu alaykum. Yana yaxshimisiz? Mahallamizdan guruhiga video qilyotgandik. Somsalarga nechinchi marta chiqishingiz, qanaqa mazasi, ikki og'iz fikringiz? Endi birinchi marta chiqishim. Shashlikni eshitib endi chiqdim. Shashlikga ham chiqmagan edingiz hali, Yo'q. somsaga ham chiqmagan Yo'q, edingiz. endi chiqishim. Joylar haqida fikringiz qanaqa? Mana maza qilib o'tiribsiz. Joylar zo'r, salqin bo'pti, chiroyli. Shunaqa joylar ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xudo xolisa. Zo'r, rahmat. Odamlar dam olishiga, obedlanishiga. Rahmat. Sog' bo'ling, kanay. Keling, mana maktab o'quvchilarini so'raylik. Assalomu alaykum, bolalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Mana shu maktabda o'qiysizlar, menimcha. Tomsi qalay ekan endi mana mazasini ko'rdinglar, bir ikki og'iz fikringlar. Yaxshi so'ragan. Ha? Qasddan chiqamiz. Har doim shu yerga chiqasizlar. Zo'r. O'rtaga necha pul ketadi bir kunda obedlanishinglarga? Ha, so'mlik. 15-20 mingga qo'yinlar to'yadi. Bemalol bosh darsdan ko'rasizlar. Zo'r. Omadinglarni bersin, o'qishinglarni rivojini bersin, charchamanglar. Mirmurod aka, biz sizga ishlaringizga rivoj tilaymiz, baraka tilaymiz. Bundan-da zo'r rivojlanib, Xudo xolisa, xayrli bo'lib, katta tadbirkorlar qatorida joy olishingiz nasib qilsin. Mahalladoshlarga yana tilaklaringiz, takliflaringiz. Xudo xolisa shu joylarni ochib qo'yganmiz, chiroyli qilib qo'yganmiz sharoitlarni. Xudo xolisa kelavringlar, shu yerdamiz o'zimiz, xizmatdamiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor, mahalla uchun bepul, Xudo xolisa. Kevrasida, Xudo xolisa inshaalloh. Ha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mahallamizdagi yana qaysi boshqa joylar haqida ma'lumot olmoqchisizlar, izohlarda yozib qoldiringlar, ularga ham bog'lashga harakat qilamiz. Rahmat. Murojaat uchun Beksomsaga 90lik 902 07 64 97 403 00 98.